Hozir 18 yoshli qizlar uy-joy, mashina olyapti, tillalar olyapti. Bular qanaqa ro'zg'origa yetkazyapti? Men ro'zg'orimga yetkazish uchun mana tillalarimni olib keldim. Endi sen ham hamma hozir har xil yo'ldan pul topyapti. Zamon shunaqa bo'lib qoldi. To'g'ri. Halolidan qo'ymasin. Tillalaringizni bitta ko'ramiz. Hammasi 585, 583 probada ekan. Men bularingiz birland. Xo'sh, bularingiz birland. Mana bu toshlari minus bo'ladi. Bular ekan. Xo'p, tillalaringiz hammasi 585 ekan. Birlanti ham bor ekan, toshli narsalar bor ekan. Toshli narsalarga minus bo'ladi. Bugungi kunda 910 ming so'mdan urib beramiz. 66 minus qilamiz. 208 ko'paytiramiz. 910 dan 115 million 600 qilib beramiz. To'g'ri keladimi sizga? 116 qilib bering. Men ham o'sha qizlarga o'xshab maza qilib yashay endi. Bekorga olib kelmadim tillalarimni sizga. O'zi sizga yomon narx berganim yo'q. 115 million 600 berdim. Mayli. Sizga ham qo'shib beramiz. Tekst qilib 116 qilib beramiz. To'g'ri keladimi? Ha, yo'q bo'ldi, to'g'ri keladi. Xudo xolisa ro'zg'oringizga yetadi. Ha, ro'zg'orimga yetib undan ortib ham qoladi. Lekin baribir shu bila olmadim-da, o'sha qizlar qanaqa pul topayotgan ekan. Ha, mayli aka, pulni sanang. Xo'sh, mana bu 40, 60, 80, 100. Mana, tekst 116 million. Rahmat, Barakasini bersin. Yaxshi ishlaylar, mayli, sog' bo'ling.